Hammaga assalomu alaykum. Video davomidagi gaplarimni diqqat bilan eshitishinglarni, diqqat bilan men taraflama ozgina o'ylab ko'rishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Hammalarning ko'rganlaringdek Abbosxo'ja o'z fikrini aytdi va o'sha operatsiyadan so'ng yaxshi chiqqanligini to'liq videosini hammamiz ko'rib keldik va yana hozir bo'layotgan Kokosh ismli blogerimizni vaziyatlarini hammamiz ko'rib turibmiz. Endi qisqacha o'zlaringni fikrlaring, shifokorlar va xususiy shifokorlar nima maqsadda bu narsaga e'tibor bermagan shu vaqtgacha, hammalaring videoni davomini ko'rasizlar. Men umuman olganda Kokosh bilan Farg'onaga kelishdan oldin xayrlashib keldim. Unda ahvoli yaxshi edi. Endi tuzilishi jihatdan yaxshi edi, chunki Kokosh bilgan narsalarni men ham bilaman. Operatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, men boshida juda ham qarshi bo'ldim. Boshida emas, men umuman hozir ham qarshiman aslida. Men Kokoshga aytdim, Kokosh, sizni xalq shu holatingizcha yaxshi ko'rdi. Shu holatingizni agar o'zgartirsangiz, Xudo biladi, fayzingiz yo'qolib qolishi mumkin. Qildirmang shu operatsiyani, kerak emas. Undan ko'ra zallar gaplashib beraman deb aytdim. Endi o'rtoqlar, hamma narsa Xudodan-da. Peshanaga yozilgan narsadan hech qachon hech kim qochib qutula olmaydi. Toshkentda servisim yonib ketdi. Budim yonib ketdi. Bora olmadim. Sababi men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Har bir erkak kishi menimcha oilasini birinchi o'ringa qo'ysa kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, endi meni ishim, meni kasbim, Kokosh bilan biz ijodimizga pauza berib to'xtatib turdik. Sababiki baysida bo'lib qolganligi uchun. Keyin men boshqa charos bilan ishladim, Bonu bilan ishladim, Abboslar bilan, blogerlar bilan ishlab, men o'zim kasbimni davom ettirib ketyapman. Tasavvur qiling, siz ham kasbdoshingiz, bitta ishxonada ishlaydigan odamingiz kasal bo'lib qolsa, borasiz, ko'rasiz. Lekin batamom yonida yura olmaysiz-da. Bu endi fiziki ham, hayotiy, tirikchilik jihatdan ham yurmaysiz-da. Kecha kechqurun ham Instagramda gaplashdik, ahvollarini so'radim. Hozir ham duodaman men. Hamkasbim ilohim sog'ayib ketsin inshaalloh, duodamiz. Instagramdagi har xil bizga bo'layotgan tuhmatlarga e'tibor bermasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Sababi endi dadam bu narsalardan xabar topib qopti, dadam bitta gap aytdilar. O'g'lim, sen hech narsa emassan, sen umuman hech kim emassan. Hattoki biz rasulimiz, payg'ambarimizga ham shunaqa tuhmat toshlari otilgan edi. Bu sinovdan Xudo xolisa birgalikda o'tamiz. Meni ijodimni avvaldan kuzatganlar, meni juda yaxshi biladiganlar biladi. Ijod o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Bizning shaxsiy hayotda adovatli emasmiz, bir-birimiz bilan urushgan joyimiz yo'q. Kokosh bilan yoki bir-birimizni so'kishib, bir-birimizni tepishib ketgan joyimiz yo'q. Hammasi yaxshi. Kecha ham gaplashdik. Kokosh, tak держать, siz kuchlisiz, Xudo xolisa sog'ayib ketasiz. Eng muhimi sog'liq. Sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. Biz duodamiz. Men bab borganim bilan hech narsa qila olmayman. Atrofida mana do'stlari bor, ko'rib turibman. Blogerlar hamma qarashib turibdi. Men endi Farg'onada oilamni oldiman, ota-onamni oldiman. Bayramni tugatib, inshaalloh 6-chilarga yo'lga chiqib boraman inshaalloh. Endi fikrlarim tarqoq to'g'risi. Ko'p narsalarni balki gapira olgandirman, balki gapira olmagandirman. Endi erkak kishi hamma narsani ham ayta olmaydi. Haqiqiy erkak dardini ichiga yutadi. Biz ham chiqib olib ha qilib hammaga dardimizni aytaversak, erkakligimiz qayerda qoladi o'rtoqlar? Salomat bo'linglar.